Farzandingizni qaysi muhitda ilm olishini xohlaysiz? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ixlos maktabini obzorini qilamiz. Yurayin bergan biznesim hisoblanadi. Ketdik. Bitta narsa aytishim kerak. Har doim bolalarimni qo'liga, ko'ksiga qo'yib, har qanaqa vaziyatda 4 marta ko'rishgan bo'lsa ham maktabda salom berishlari, milliy sertifikati, sifir sertifikati va albatta ona tilini ham multi-level sifir sertifikatini 4 ta sertifikat, bitta diplom bilan bitiradigan o'quvchilarimiz bo'ladi. Juma kunida biz o'qishdan tashqari yana ikkita tadbir qilamiz. O'quvchilarimizga motivatsiya bo'lish ma'nosida biz har chorakda Ixlos bilimdoni nominatsiyasini beramiz. Matematika darsimiz sardorsiz. Zo'r, o'tirishingiz mumkin. Bir kunda nechta misol beryapsiz ustoz? 10 kunda 500 ta misol, 20 kunda esa 1000 ta misol yechgan o'quvchilarimiz bo'ladi. Maktabimdagi har bir o'quvchi o'zimni farzandimdek va bu farzandlarimni ertaga kelajakdagi eng katta yutuqlari men uchun eng katta mukofot. Farzandingizni qaysi muhitda ilm olishini xohlaysiz? O'z salohiyatini, iqtidorini ochib beradigan maktabdami yoki shunchaki o'qitadigan joydami? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ixlos maktabini obzorini qilamiz. Meni sevimli biznes modellarimdan ta'lim sohasini aynan maktab yurayin bergan biznesim hisoblanadi. Ketdik. Ixlos maktabiga 2023-yil asos solganmiz. Bu bino birinchi filialimiz bo'lib, binoda 250 ta o'quvchi sig'imida o'quvchi tahsil oladi. Asosiy maqsadimiz milliy qadriyat, xalqaro bilim. Ya'ni farzandlarimiz o'zimizni, yurtimizni, vatanimizni, ota-onasini hurmat qiladigan, to'g'ri tarbiya topib, undan so'ng xalqaro bilim darajalariga o'qitilsa, ulardan keyinchalik ham eng oqil, eng komil, ajdodlarga munosib avlod bo'la oladigan o'quvchilarni o'qitishni niyat qilganmiz. Maktabimiz birinchi qavatdamiz. Birinchi qavatda kirish yili bilan qizlarimiz resepsioni, qabulimiz va mana bu joyimizni networking zona qilganmiz. Kitob o'qib, o'quvchilarimiz bemalol o'zlarining vaqtlarini o'tkazishda bo'ladi. Bu joyimiz mehmonlarimizga, ota-onalarga mo'ljallangan, kelib farzandlari bilan bemalol suhbat o'tkazishlari mumkin, o'qituvchilar bilan suhbat olishlari mumkin. Va birinchi etajni o'zidayoq qavatda birinchi sinflarimizning xonasi bor. Birinchi sinflar qattiq nazoratimizda. Tasviriy san'at darsida ekan, Raduga temasini o'tishyapti. Все отличники, все чемпионы. Shunaqami? Mashallah. Bu maktabda o'quvchilarni mental arifmetika, shaxmat, robototexnika, IT to'garaklarida o'zlarining iqtidorlarini ochishga bemalol bel bog'laganmiz va hozir mana kirib kelyapmiz. 4-sinf o'quvchilarimiz Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar. 4-sinf bemalol eta olaman. Hozir shunaqa Ixlos maktabida dastur qo'yganmiz. Matematika bilan ingliz tili chuqurlashtirilgan. Har hafta 10 soatlik nagruzkada, har kuni 2 soat matematika, 2 soat ingliz tili 4-sinfdanoq prezident maktablariga tayyorlash, tanqidiy fikrlash, mantiq fanlarini qo'shib o'rgatyapmiz. Bolalarimiz nafaqat ilmda, bilimda, har qanaqa vaziyatda muammoga yechim topa oladigan, masalani hal qila oladigan avlod bo'lishlari kerak. Bitta narsa aytishim kerak. Har doim bolalarimni qo'liga, ko'ksiga qo'yib, har qanaqa vaziyatda 4 marta ko'rishgan bo'lsa ham maktabda salom berishlari tarbiyani bitta birlamchi asosiy omillardan biri deb hisoblayman va bu narsadan o'zim faxrlanaman. Bor bo'linglar. Rahmat. Men farzandim Jo'rayev Fazliddin, 3-sinf o'quvchisi. Maktabga olib kelishimizning sababi to'g'risi xulqi sal moroq edi. 2 ta maktab o'zgartirdik va shu maktabda bizga maslahat berishdi. Keldik, birinchi navbatda dadasini o'zlari ko'rdilar. Juda ham katta zo'r emotsiya bilan keldilar. Sharoiti zo'r, menga juda ham yoqdi dedilar va shu maktabga berishga qaror qildik. Kelganiga 1,5 oy bo'ldi, lekin hozir shunaqa zo'r, nima desam ekan, natijalar ko'ryapmiz. Men to'g'risi juda ham xursand bo'laman bu maktabdan. Men umuman kutmagan natijalar, farzandim 100% ga o'zgardi. Xulq taraflama, o'qishi har taraflama o'zgardi desam ham bo'ladi.
maktabdan juda ham yaxshi bir natija ko'rdik. Hech ham afsuslanmayman. Mablag' ozgincha qo'rqayotgan bo'lsam, lekin 100% rozimiz ham zo'r bu natija. Undan kattasiga ham arziydi to'g'risi. Men farzandim bilan kamroq suhbatlashar ekanman-da, ichini bilmas ekanman. Bu maktab nafaqat farzandimni tarbiyaladi, meni ham tarbiyaladi. To'g'risi, farzandimni ko'p xarakterini unchalik bilmas ekanman. Ichidagi bir ichini bir ochib menga gaplashmas ekanda farzandim men bilan. Bu maktab sinf rahbari menga o'g'limni ichini ochib berdi-da. Men shu taraflama ham juda ham xursandman. Maktab nafaqat bolamni, meni ham tarbiyaladi, o'qitdi desam ham bo'ladi 1,5 oy ichida. Sani oilaviy o'zi hamma narsamiz o'zgardi. Men juda ham bu maktabdan xursandman. Ayniqsa sinf rahbaridan, yosh bo'lishiga qaramasdan o'g'limni xarakterini bila oldi, ichini topa oldi va o'g'lim men bilan hozirda juda ham yaxshi munosabatda. O'qishlari hozir juda ham yaxshi natijalarga erishdi. 1,5 oyda juda ham zo'r yutuqlarga erishdi deya olaman. Va albatta maktab rahbari Mahsum opaga rahmat avvalambor. Sinf rahbariga, Diyoraxonga kattakon rahmat. Biza bu Ixlos maktabidan juda ham minnatdormiz, oilaviy minnatdormiz. Rahmat. Ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajda yuqori sinflar o'qiydi. 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz mana shu ikkinchi qavatda joylashgan, ta'lim olishadi. Hozir 5-sinf xonasiga kirdik. 5-sinfda aynan nagruska bo'yicha ingliz tili, matematika, IT, robototexnika, mental arifmetika bo'yicha dars o'tishadi. Hozir soat 2 dan keyin bo'lgani uchun bizani o'quvchilar 2 dan keyin o'zligini bemalol sport formasini kiyib olishadi va uy vazifalarini, qo'shimcha darslarni o'tishadi. Ustoz, qaysi dars hozir? Ona tilimi? Bejizga hozir 2 safariga ona tiliga kirmadik. Sababi 10 va 11-sinflar IELTS, SAT, milliy sertifikati, 0 sertifikati va albatta ona tilini ham multi-level 0 sertifikatini 4 ta sertifikat, bitta diplom bilan bitiradigan o'quvchilarimiz bo'ladi va 11-sinfda ham o'zim shaxsiy rivojlanish fanlariga kiraman. 11-sinfda 12 ta birinchi ilk o'quvchilarimiz hammasi oliy universitetlarga kirishdi. 3 nafari 100% grant qo'lga kiritishdi. 4 nafari 30% grant asosida universitetlarga kirishdi. Xalqaro darajadagi universitetlarni bemalol qo'lga kirita oladigan maktabda tahsil olishni har bitta ota-onaning farzandiga tilagan bo'lardim. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar. 10-11-sinflarimiz SAT, IELTS va buxgalteriya bo'yicha kasb diplomiga ega bo'lishadi. 11-sinfda esa ACC dasturlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu yil aytib o'tgandek, ona tilidan ham milliy sertifikatni qo'lga kiritishi harakatida. Hammalisiga men omad tilayman. O'tgan yili 100% kirish bo'lsa, bu yili 100% kirish xalqaro universitetlarga bo'lishiga ishonaman. Shunaqami? Hammamiz harakat qilamizmi? Qiyin emasmi? Men qo'yayotganman, sizlar qo'yayotgan orzu maqsadinglar erish osonmi? Nima deb o'ylaysizlar? Harakat qilish kerak. Barakalla. Assalomu alaykum. Men Mavdonim Jamshid Nurmurodovich. Bugungi tadbir otalar kuniga bag'ishlangan ekan, ya'ni Ixlos maktabida. Bugungi tadbirdan olgan taassurotim juda ham yuqori. Bu Ixlos maktabiga olib kelish bilan maqsad bolam o'zini iqtidorini sezib qoldi. Sababi farzandimiz bilan bir qadam yaqinlashdik deb o'ylayman. O'g'limni bir chorakda amalga oshirilgan ishlarini, natijalarini albatta ko'rib faxrlandim. Qay darajada bilimi borligini bilish uchun albatta otalarning ham o'rni bor. Boshqa o'quvchilarni ko'rib ham shu maktabning natijasidan faxrlandim. Va mana shu darajaga olib kelgan ustozlar Ixlos maktabi jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
albatta maktablardagi bunday tadbirlarni bo'lishi quvonarli hol. Avvalambor direktorimiz Mahsumaxonga rahmat, o'qituvchilarga, hammalarga, tashkilotchilarga. Bugungi tadbirimiz juda chiroyli o'tdi. Shu tadbirni uyushtirgan barcha o'qituvchilarga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz ota-onalar nomidan. Hammaga Rahmat hammaga. Hammalarga rahmat. Voy mashalloh. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Ha, bugun juma kuni. Juma kunida biz o'qishdan tashqari yana ikkita tadbir qilamiz. Bu atrof muhitni tozalash va umumiy maktab binosini shunaqa o'zligini tozalab, o'zligini o'quv-xonaligini toza muhitda saqlashga harakat qilishadi. Mashalloh deyman, chunki toza joyda toza aql bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu yerda ham qizlarimiz tozalashyapti. Mashalloh. Shuning uchun men jumani yaxshi ko'raman. Shunaqa hamma yoq obod bo'ladigan kun bo'ladi. O'g'il bolalar esa tashqarida atrof muhitda musorlarni yig'ib, atrof muhit tozaligiga o'z hissalarini qo'shishadi. Bu joyimizda shunaqa kamtarona o'qituvchilar xonasi, teachers room. Assalomu alaykum. Mo'minaxon, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Mo'minaxon bizning ingliz tili ustozimiz. Yaxshimi jarayonlar? O'quvchilar, energiya. Har doim shunaqa bo'lsin. O'quvchilarimizga motivatsiya bo'lish ma'nosida biz har chorakda ixlos bilimdoni nominatsiyasini beramiz. Ixlos bilimdoni ko'krak nishonini beramiz va o'tgan yil sarhisobda bunaqa leaders board, ya'ni ixlos maktabining liderlari shu bordda joy olishgan, har safar o'zligini ko'rganda yana faxrlanib, yana ham katta marralarga yetishadi deb shunaqa bord qilganmiz. Yana bitta ahamiyatli jihati, hozir biz har oyga challenge qilganmiz. 12 kunlik challenge qildik, tejamkorlik aksiyasi, ya'ni suvni tejash, elektr energiyasini tejash, chiroqni o'chirib yurish, hamma shartlari, rakovinani chiqindi, har birini o'ziga xos shartlari bor va bu tejamkorlikni eng tejamkor o'quvchi unvoniga oktyabr oyida kim sazovor bo'lgan bo'lsa, pul mukofoti bilan ularni taqdirlaymiz. Halitdan har bitta resurs cheklanganligini va uni qadriga yetishni o'rganib borishadi. Bitta dars bo'lyapti 5-sinflarga. Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar. Matematika darsimi, Sardor ustoz? Zo'r, o'tirishingiz mumkin. Hozir matematika darsi aytganimdek ixtisoslashamiz. Matematikaga bir kunda nechta misol beryapsiz ustoz? Nechtadan? 40 ta, 50 tadan misolga chiqyapmiz kuniga. Agar kuniga 50 ta misol ishlansa, 10 kunda 500 ta misol, 20 kunda esa 1000 ta misol yechgan o'quvchilarimiz bo'ladi. Bir o'rtacha oyimiz 20-22 kun bo'lsa, 1000-1100 yechgan va o'sha matematikani qirol-qirolichalari bo'ladigan o'quvchilarimiz bor inshaalloh. Mashalloh. Qachon olimpiadaga qatnashamiz? Kim olimpiadaga qatnashadi? Kim bilimiga ishonyapti? Ha? Kim nechinchi o'rinni oladi? Faqat biri bizda, faqat oliy. Mashalloh. Darsinglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar. Shu bir oy ichida farzandimda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Nafaqat farzandimda, balki o'zimda ham. Qattiqqo'l ona pozitsiyasidan dugona pozitsiyasiga o'tdim. Ta'lim faoliyati rus tilida bo'lsa ham, tarbiya o'zbekchada, o'z bizning mentalitetimizdan ketmagan holatda olib borilganligi uchun bu maktabni tanladim. O'qituvchimiz bolamizga shunaqa pozitivniy ona mehridek mehr beradilar. Biz bundan albatta qoniqamiz va ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Birinchi o'rinda bu maktab ingliz tili va matematikaga ixtisoslashganligi uchun va o'zimizning o'zbekona mentalitetga asoslanganligi uchun o'zim qizimni shu maktabga berishga qaror qildim. Va bu yerdagi bilim darajasi shunaqangi yuqoriki, men qizimni boshqa qo'shimcha darslarga yuborishim shart emas. Shu yerda olayotgan bilimi, xudo xolasa uni oliy o'quv yurtlariga kirishiga yetarli deb hisoblayman. Menga birinchi ma'qul bo'lgan joyi bo'ldi odob axloq degan joylar. Chunki tartibida, bilim sifatida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Farzandim o'qishga bo'lgan ehtiyoji yo'qolib qolgan edi. Bu maktabga kelgandan keyin o'sha mahoratli o'qituvchilarni
berayotgan tarbiyasi, bilimi orqali farzandim yana o'qishga bo'lgan ishtiyoqi oshdi. O'z xohishi bilan maktabga kelishni xohlaydi, o'z xohishi bilan uy vazifalarini bajaradi. Ustozlarimiz xuddi onadek mehribon, har doim qo'llab-quvvatlashadi. Bolada bo'layotgan ruhiy o'zgarishlarni darrov ota-onaga yetib, ota-ona bilan bola bilan alohida individual ishlashadi. Ustozlar, fan o'qituvchilar esa yaxshi o'tishadi darslarni, o'zligini metodikalarini qo'llab, har xil musobaqalar, har xil o'yinlar tashkillashtirib o'tishadi. Bolalarimizni rag'batlantirib turishadi. Bu rag'batlantirish bolalarga yana ham yaxshi o'qish uchun turtki bo'ladi. Bu yerda hamma darslar faqatgina avtokratiya usulida emas, balki o'yin, yangi texnologiyadan foydalangan holda, bolalarni qiziqtirgan holda murakkab temalarni, mavzularni ham bola tezgina o'zlashtirib olyapti. Farzandimni qiyin darslarda qiynalganini sezmadim. Bu yerda tarbiya birinchi galda deyilgani menga yoqdi. Hozir birinchi galda o'zi tarbiya, keyin ilm. Farzandlarga birinchi galda tarbiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Keyin ilm oladi. Hozir o'zim navaramda ham shu o'zgarishlarni sezyapman. Birinchi o'rinda yoqqan tarafi bo'ldi, sizlab muomala qilishlari. Sanlab emas, sizlab. Kattalari ham, kichiklari ham sizlab muomala qilibdilar. Bir kun o'g'lim aytdi, u oldingi maktabida dars qilmardi-da, qil desam qilmardi. Keyin aytibdi, ona deydi, bu maktabga kelib deydi, dars qilmaslikda iloji yo'q ekan deydi. Nimaga desam, sizlab o'quvchilarni sizlab gapiryaptilar-yu deydi, qanday deydi, men darsimni qilmayman keyin deydi. Ixlos maktabini rahbariyatiga hamda Maqsum Ashurmetovnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki bu maktabga farzandimni berganimdan beri ham ta'lim, ham tarbiya olish jarayoni juda ham chiroyli hamda mukammal olib borilyapti. Ham pedagog, ham bolalarni individual shug'ullanishi, ham o'sishi uchun keng atmosfera, o'qish uchun, ta'lim olish uchun barcha imkoniyatlarni yaratishgan. Ota-ona bilan masalan alohida guruh ishlaydi, rasmlar tashlab turiladi. Bolamiz kuni bo'yi bizni ishda bo'lsak ham ishonchli qo'llada ta'lim olishi, tarbiya olishi kafolatlangan. Shuning uchun bu sistemani tashkil qilgan, bunda jamoani tashkil qilgan, bu maktab tashkil qilgan rahbariyatga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar, assalomu alaykum. Sizlarda ham matematika darsi? Ha, uni aytishim kerak. AB o'tirishim mumkin o'quvchilar. AB guruhiga bo'lganmiz matematika darslarini, ya'ni yaxshi iqtidorda o'zlashtirib ketayotgan o'quvchilarimiz A guruhda va A guruhda o'zini natijalari pasaygan o'quvchilarimiz yana B guruhda davom etadi. Ya'niki har kim o'zini bilim darajasida guruhlarga bo'linadi va shu bilim darajasida davom etib boradi. Orqada qolayotgan yoki men qila olmayapman deyotgan o'quvchilar individual qo'shimcha darslarda yetkazib olinadi. Ustoz, nima mavzuni o'tyapsizlar? Kasrlarni qisqartirish. Zo'r. Men matematikadan ma'za qilaman, chunki o'zim matematikani yaxshi ko'raman. Matematika fanini chuqur o'zlashtirgan o'quvchi har qanaqa fanni zo'r o'zlashtirishiga ishonaman. Juma kuni qizlarimiz maktab binosini tozalashar ekan, bolalarimiz esa atrof muhitni muhofaza qilib, musirni yig'ishadi. Ko'proq bu narsaga o'qituvchilarimizni nazoratga qo'yamiz. Eng asosiy meni yoqtirgan narsa atrof muhitga qanaqadir musirni, iflos chiqindini tashlayotganda tafakkur qilishadi. Shuni tozalash qanchalik qiyinligini. Va o'z navbatida yana bir marta atrof muhitni любой musor bilan yoki qanaqadir chiqindini tashlashdan o'zligini himoya qilishadi. Ta'lim albatta o'z yo'liga ertalab 8:30 dan kechki paytga 5 gacha bolalar faqat bilimda yuklamada ishlashadi, 50 talab misollar yetishadi va bunga o'z navbatda kerakli ozuqalarga, oqsillarga to'y taomlanishi muhim bo'ladi. Va bu taomlanish bizni Ixlos maktabimizda oshxona misolida ko'rishimiz mumkin. O'zimizning oshxonamiz bor, ko'chadan hech qanaqa ovqat buyurtma qilmaymiz va bu oshxonada 120 ta 120 ta ikkita smenda ovqat beriladi. 3 mahal ertalabki nonushta, tushlikda 2 mahal suyuq va quyuq va kechki paytgi tolma choylari bo'ladi. Bu yoq tarafi bo'lgan, bu yoq tarafda zagotovka tayyorlanadi. Yana ahamiyatli narsasi, bizning o'quvchilar hammasi faqat boshlang'ich sinfda 1-sinflardan tashqari hamma sinf o'z buyumlarini, o'z ovqatlarini o'zlari olib borishadi va hamma idishlarni o'zlari yig'ishtirib oladi. Bu ham tarbiyani bitta ahamiyatli jihati hisoblanadi. Hozir IT xonasini tanishtiraman. IT xonamizda mana 20 ta
kompyuterga jihozlari bilan jihozlangan farzandlarimizni IT va robototexnika fanlarini aynan shu xonada nima qilishadi, o'tishadi. Ustozimiz Hojimurod, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir keyingi darslarga kirishadi o'quvchilar. Aytib o'tmoqchimanki, biz programma dasturiy tillardan tashqari birinchi bo'lib programmani, приложенияларni, ilovalarni, Canva, Notion, Google Drive ilovalarini yaxshi bilgandan keyin dasturiy tillarga o'tamiz. IT hozir zamon talabi va shu zamon talabiga mos kela oladigan programmirованiyada, dasturlashda va dasturlashni ilovalarda bemalol ishlay oladigan avlod bizni maktabimizdan chiqadi deb bel bog'laganmiz, shuni harakatidamiz. Endi hozir sport zalga kiramiz. Sport zalimizda bu yerda jismoniy tarbiya, dzyudo va karate darslarini o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sport zalimizda ham karate, ham jismoniy tarbiya mashqlari, ham dzyudo mashqlari bo'ladi. Aslida bolalarimizni aqlan sog'lom bo'lishi, ruhan sog'lom bo'lishi va tanani sog' bo'lishi hammasi sportga, sog'lom turmush tarziga ega bo'lishlari. Shuning uchun bizning maktabda, Ixlos maktabida sportga qaratilgan fokus juda ham ahamiyatli. Bundan tashqari bolalarimiz har shanba futbol ligasi, ya'ni futbol musobaqasiga ham borishadi. Futbol aytaman motivatsion xarakterga ega, shunga qarab harakat qilishadi, komanda o'ynashadi va bolalar o'zligini iqtidorini, yana bitta iqtidorini kashf qilib olishadi. Sizga bugun qisqacha Ixlos School maktabimni obzorini qilishga harakat qildim. Lekin aslida har qanaqa ta'lim sohasi bu biznes emas, bu kelajak avlodga kiritilgan sarmoya deb qabul qilaman. Maktabimdagi har bir o'quvchi o'zimni farzandimdek va bu farzandlarimni ertaga kelajakdagi eng katta yutuqlari men uchun eng katta mukofot. Biznesda esa ta'lim sohasida, xususiy maktab, xususiy bog'cha ochish yo'nalishida o'z yo'llarini qo'ygan tadbirkor ayollarimizga har doim o'zlarini ustida intilishlarini, bilmagan joylarini o'rganib, yanada takomillashib, yanada rivojlanib, ta'limda eng zo'ri bo'lishlarini tilab qolaman. Va bu yo'lda aynan o'zimni Pro Business Woman degan kursimni sizlarga tavsiya qilaman. Bu kursga va konsultatsiyaga yozilish uchun yo Telegram yoki Instagram sahifalarimda direktdan xabar qoldiring. Xuddi shu kabi biznes modellarni obzorini ko'rish uchun esa sahifamga obuna bo'ling. Har bir ta'lim yo'nalishida tadbirkorlik faoliyatini yuritayotgan ayol tadbirkorlarimizga shuni aytardimki, oliy maqsadingiz kelajakka sarmoya, kelajak avlodlariga to'g'ri yo'l ko'rsatish, to'g'ri ilm berish bo'lsagina bu tadbirkorlik, bu biznes eng katta marralarga erishishiga ishonaman. Hammalarga omad tilayman.